Assalomu alaykum Xorazm Eronlar kanalining obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda yangi Ashgabatskini 50-maktabdan kirib kelaverishingizda 999 marketning orqa tomonidan keldik. Mini narxda ko'rib turgan hovli joyingiz kamdan kam chiqadi. O'zi 2 qavatli, lekin podvalni ham hisoblanimizda 3 qavatli bo'ladi. Podvalni esa joyimiz ichonidan tushiradi. Hozir to'liqroq ma'lumot beramiz. Undan ko'chalarni alohida e'tibor etsangiz, enli qilib ishlangan, ko'chalar ham keng, aldlari mashina qo'yish uchun station qo'yilgan, bu yon tarafa bemalol liboy turdagi mashina sig'adi. Stupinkalar ham chiroylatib ishlangan, fasadni travertinlar ishlangan, alikafollar qo'yilgan. Karishlarga keladigan bo'lsak, pishgan xom g'isht aralash, birinchi qavatimiz plita bilan bostirilgan, hamma narsasi ishlangan, faqatgina kiyim-kechagingizni olib kirib yashasangiz bo'ldi. Mebellari, maishiy texnikalari, hamma narsasi taxlanib turibdi. Niyat etgan bo'lsangiz, bir laykni bosib turing, endi ichini ko'rib chiqamiz. Hovli joyimizni prixoshcha dalan qismiga keladigan bo'lsak, giraverishimizda pardalar chiroylatib ishlangan, o'ng tomonimizda rakovina qismi bo'ladi. Qarang, sifatlisidan 90lik katta razmerdan qo'yilgan, yonadon oynalari, endi yonib o'chib turibdi, kameradan bo'lmasa, naglas ko'rsangiz uni emas. O'ng tomonimizda ключатор joy ekan, birinchi qavatimizdan mo'ysha oboydan chiqqan, yarmoq kaplar qo'yilgan. Giradan bo'lsak, razmeri 320 razmeri 7,5 metrdagi zal bo'ladi. Berimiz ham Atachento mo'ysha oboy, ustlari natijnoy va galogenlar bilan yoritilgan bo'ladi bu narsa. Dim chiroylatib ishlanibdi. Keyingi narsaga kiradigan bo'lsak, pardalar bilan qarang, neden akkuratni turibdi. Faqatgina o'zingiz va kiyim-kechaklaringizni olib kirib yashayverasiz bu narsa. Xonadonimiz registr bilan qizadi. Dalanimizga qo'shimcha 2 dona registr qo'yib o'tilgan, balandligi 3,5 metrda bu narsa. To'rnatadan bo'lsak, birinchi qavatimiz uchun sanuzel, yonboshlari, pastlari polniy kafel, aristollar o'rnatilgan, hojatxona, umonlik, hamma narsasi ishlangan. Agar bir ikkita kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa, albatta zo'tib, chiroylatib taxlab beriladi. Ikkinchi qavatga chiqarishimiz taxta zinalar, mayda-chuyda yashaysiz qo'yish uchun joylari, ota-onalarimiz uchun spalniy xonasi, razmeri 3,5 metr, 3 metrda ishlangan, registr bilan qizadi. Laminat eshiklardan o'rnatib o'zlarimizning Xiva ustalarimiz tomonidan ko'rishingiz mumkin. Kuxnyamizga keladigan bo'lsak, bemalol kuxnyamizda hamma narsa uchun joy yetarli. Duxkontrolli kotel stabilizator uchun joy, vitishka gaz plita uchun joy, umonlik joylari, xolodilnik uchun joy, high-tech uslubidagi молочный цветdagi mebellar bilan chiroyli olib turibdi bu narsa. Plus registr. Bog' tomonidan qaraydigan bo'lsak, burchakkalar bilan, kafellar bilan ishlangan, otizlarni ega. Bemalol otizni beklab berib turib, besetkami yoki bir 6 odam, 12 odam ustal kursi qo'ysangiz ham bo'ladi. Yo'q desangiz, ishonni o'zini qo'yib bersangiz ham bo'ladi. Balla o'ynab yurmak ekan bu narsa. Mangal, tug'an kun, tashkillarda mangalingiz yana qozonxonangiz sizga tayyor xudo xolasa. Inshaalloh bir tug'an kun, joy to'yib berganingizda menimcha me'morlar hazat obunachilar ishida vajdanni pishirib kuydirib yuraveradilar xullas obunachilar. Ayollarimiz uchun tumshi qaniyatib ishlangan ekan. Bog' tomonidan niyat etgan ekan obunachilar. Aytmaycha, podval qismi ham bor. Podvalimizni o'zi 1,5 metr bo'yi obunachilar. Polniy podval oladi. 150 metr kvadratni teng. Endi ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishda albatta zinalarni bir qator ko'ramiz. Qarang obunachilar. Razmerim 41 razmer bo'ladigan bo'lsa, taxminan oyoqda turishini ko'rishingiz mumkin. Oyoq imini tiqqanmidi yoki dimom uzun emas. Qarang, imin yoqqanmidan chiqayotgan vaqt ishini yoqqansa, yoshi kattalar, yoshi kichiklar chiqmoqqa qiynaladi. Bemalol chiqish удобный. Lishni jiqirdi, lishni sas yo'q. Yana bu narsa ikkinchi qavatga chiqarishimiz laminat pol bo'ladi, umumiy. O'ng tomonimizda yonma-yon joylashgan 2 dona spalniy xonamiz bo'ladi. High-tech uslubidagi lyustralardan qo'yilibdi. Gluxoy xonamiz yo'q obunachilar, xudo xolasa. Gluxoy xonamiz yo'q, hamma yerida oynalari bor. Yana ko'rishingiz mumkin. Yonma-yon razmerlar ham bir xil, og'aynilar, opa-singillar bo'lsa, meniki ular, seniki kichkina degan gap bo'lmaydi. Razmerlarni eshikina don bir xil obunachilar. Даже обойnacha bir xil adashmasam. Agar svetida raznica etmasam, modasi bir xil. Xo'p, yonida mehmonxonasi, ya'ni zal. Zalimizning razmeri adashmasam 7,5 metr, 3,20 razmerda. Agar adashib turgan bo'lsam, uy egalaridan so'rashlaringiz mumkin. Undan uzun bo'lishi mumkin, undan kalta emas lekin bu narsa. To'rinda registr va ko'cha tomonga qaragan oynasi, mo'ysha oboydan chiqqan. Xalasangiz natijani qilsangiz bo'ladi, xalasangiz o'zini dursam bir akkuratni olib turibdi bu narsa. Benim ham mo'ysha oboydan chiqibdi. Eshiklari o'zlarimizning Xiva standartlari asosida ishlangan Xiva ustaxonamiz tomonidan. Beklanishini gap bo'lish mumkin emas. Ikkinchi qavatimiz uchun отдельный sanuzellari deyishingiz mumkin. Bir ikki taxlab beriladigan ishi bor ekan, xudo xolasa yana toza kap qo'yibdilar, taxlab beradilar bu narsa. Unitazlarni mayda-chuyda ishlarni. Xo'p, plastik eshiklardan qo'yilgan 9 metr 320 razmerdagi katta dalani bo'ladi. To'rinda chiroyli shunday pardalar bilan ishlangan ekan. Umumiy maydoni 150 metr kvadrat. 2 dona zal, 2 dona dalan,
umumiy 3 dona spalniy xonasi, 2 dona stanuzilni ega bo'lgan 150 metr kvadratli hovli joyimizning narxini 820 million so'm deyaptilar. Qo'ldan kelgancha tushirib 780 millionga kelishdik. Ekrandagi nomerlar orqali mulk egasine bog'lanib, variantlaringiz, takliflaringiz bo'lsa bemalol bildiraverasizlar. Niyat etgan bo'lsangiz, sizdan bir like va yaqinlarni tayyorlab qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.